Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazonning mana shunday fayzli, barakali, qolaversa yomg'irli kunlarida xayrli amallar to'xtab qolgani yo'q. An'anaga muvofiq sayyor yig'ilishning navbatdagi manzili Shayxontohur tumani. Unga ko'ra tuman imom xatiblari va shahrimizning imom xatiblari ushbu tumanda turli xil ko'makka muhtoj bo'lgan oilalarning holidan xabar olib, ularga ham moddiy, ham ma'naviy yordam qilish taraddudida turibdilar. Keling jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Ramazon ayyomlari muborak bo'lsin. Ziyorat qilgani keldik. Kelayotgan hayitlar muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Xonadonda yaxshiliklar bo'lsin. Masjidlarda, jamoatlarda duo qilamiz. Tezda oyoqqa turib keting, Xudo xolasa. Yaxshilik bo'lsin xonadonda, yaxshiliklar keladi. Robbi yassir va la tu'assir va tammim. Rahmat. Kelayotgan hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa xonadonda yaxshi xursandchiliklar bo'lsin. Rahmat. Maqsadimiz bugun kelib shu yomg'irli kun bo'lishiga qaramasdan shu xonadonda yaxshi xursandchiliklar bo'lsin deb yaxshi niyatlar bilan keldik. Toshkent shahar vakilligining eshigi, masjidimizning eshigi hamisha ochiq. Onaxon yaxshimisiz? Ramazon oyi muborak bo'lsin. Rahmat. Kelayotgan hayitlar muborak bo'lsin. Rahmat. Xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Sal kam 50 yil yashaysiz. Bizadagi mana shu yurtimiz yoshlariga sizlardagi mana shunaqa qo'sha qarib hayot kechirishni Alloh nasib qilsin. Rahmat. Alloh hammamizni dardimiz bo'ladi, o'ziga yarasha katta kichik shifo bersin. Shu xonadonda yaxshi kunlarga kelaylik. Xayr baraka davlat ziyoda, qadam yetdi balo yetmasin. Sizlar ham menga o'xshab Alloh erkatoy bo'linglar. Alloh deydigan odamni ko'paysin, iloyim. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Mana xizmatimda choyimni saharligini tayyorlaydigan shu kishi, ovqatni qiladigan shu kishi, o'g'lim tug'dim, qiz tug'dim, bolani o'z yo'liga o'zini bola chaqasi bor. Shukur shular bordi shular. Bizga o'xshab qo'shiq qarisa, Xudo xolisganiga 50 yil bo'lganda bularga o'xshab qolaman. Mashaqa bo'laman. O'zim yana alohida tabriklayman sizni. O'sha yaxshi kunlarga chaqirasiz. Chaqiraman. Biz bilan kelamiz. Kelamiz, ko'chada to'y qilamiz. Biz hozir Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiliklarida xonadonlariga kirib bormoqdamiz. Har bir xonadonga kirganimizda xonadon egalarining ko'zlaridagi quvonchni, mamnunlikni ko'rib, bizning ham qalbimiz shodlanmoqda. Zero bu kabi sayyor yig'ilishlardan maqsad ko'makka muhtoj, boquvchisini yo'qotgan yoki turli xil muammolar bilan bezovta bo'layotgan oilalarning qalbiga xursandchilik olib kirish, ularga ham moddiy, ham ma'naviy tomondan dalda berib, ko'mak ko'rsatishdan iboratdir. Ko'rgani keldik. Ko'ngil so'ragan. Eshitib xursand bo'ldik. Zulayho opamdan shunaqa xush xabar bo'ldi. Ishlarni boshlab oldi. Zo'r bo'pti. Xayrli bo'lsin. Hamma narsa mana ortda qolib onaga ko'rsatmasin. Ona baribir bolam deydi, shunaqa bag'ringizga kelibdilar. Juda ham xursandmiz. Masjid eshigi ochiq. Nima masala, har qanday diniy masalada, mavzuda o'zimizdan so'rang. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Taninglar sog', umringiz uzoq bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin. Hamisha Alloh nazarida, el nazaridan qolmay chiroyli kunlarda hammamiz birga yurishimiz Alloh nasib aylasin. Onaxon assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ramazonlaringiz muborak bo'lsin. Kelayotgan hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ziyoratga keldik, ko'ngil so'raganni keldik. Yaxshi niyat qilib kirdik. Bolalar bir ozgina hadiya tayyorlashgan, duo qilib qo'yasiz onaxon. Maylimi? Xudo xolasa. Sizlarni yo'qlab kelsinlar, Alloh sizlarni yo'qlasin. Qilgan ihsonlarni Allohning dargohida qabul qilsin. Yaxshiliklarni nasib etsin. Alloh rozi bo'lsin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allohim dardingizga shifo bersin. Sizlarga yoshlikka kirib yuraylik. Nurdin aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Charchab qolmayapsizmi? Uydagilar hamma yaxshi. Yaxshi. Siz ham yaxshisiz ko'rinishingiz, ko'z tegmasin. Bizni kelishimizdan maqsad sizdan duo olishga keldik. Sizni qalbingizdan o'tgan har bir tilaklar duo bo'ladi. Inshaalloh, Xudo xolasa, hayit kunlari ham chiqing, xo'p? Hop. Ramazonlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Hayitga o'tgan hayitlar muborak bo'lsin. O'ylayman. Rahmat, rahmat. Ancha yaxshisiz. Yaxshi. Yaxshisiz. Kezlarga shunchalik mana e'tibor qilyapsizlar. Allohning e'tiborida bo'linglar. Mana Nuriddin akamdagi insonlarning duosi tez ijobat bo'ladi. Ularni ko'nglini ko'tarsak, bizni ham hammamizni ham ko'nglimiz ko'taradi Alloh taolo. Ming afsuski, bugun ota-onasi hayot bo'lib, aka-ukasi hayot bo'lib, yetimchasi sog' bo'lgan insonlarni ham nazardan chetda qoldirayotgan oqibatsiz insonlarimiz yo'q emas. Lekin Ramazonda mana shunday biz xursand bo'ldik. Xonazorlar orasida pokiza qachon mana bizni Toshkent shahar vakilligiga, masjidimizga qachon tashrif buyursanglar, eshigimiz doim ochiq bo'ladi aka. Rahmat. Shunaqa e'tibor qilganingiz. Sayyor yig'ilish yakunlandi. Biroq insonlarning qalbiga ulashilgan shodlik bizda katta taassurot qoldirdi. Kunimizni sarhisob qiladigan bo'lsak, Ramazonning yana bir kuni fayzli, barakali o'tdi. Buyuk mutafakkir shoirimiz Hazrati Alisher Navoiy aytganlaridek, kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay. Alloh taolo bu kabi yaxshiliklarni bardavom qilsin. Xayr, omon bo'ling.